tushunarli. Xonani razmeri juda ham kichkina. Do'konimizdagi sotuvda bor mebellar bu xonani razmeriga tushmaydi. 2 kun ichida mebel ustunovka qilib bermasaylik, mijozimizning to'ylari mebelsiz o'tadi. Bugun 20-oktyabr, roppa rosa 3 kundan keyin mijozimizning to'ylari. Tasavvur qilyapsizmi? Xona bo'sh, hali mebel ustunovka qilinmagan. Agar 2 kun ichida mebel ustunovka qilib bermasaylik, mijozimizning to'ylari mebelsiz o'tadimi? Bizni Instagram sahifamizni kuzatib, yana bir mijozimiz o'z xonadonlariga chaqirdilar. Xona razmeri kichkina bo'lganligini hisobiga 2 kun ichida mebellarni chiroyli, akkuratli qilib ustunovka qilib beramiz. Ekon mebel mana shunaqa mas'uliyatli ishni o'z zimmasiga oladi. Azizlar, gap 2 kun oldin ko'rgan bo'shingizni Ekon mebel mana shunday chiroyli, akkuratli ko'rinishga olib keldi. Mebelimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Fikringizni kommentariyada yozib qo'ying. Biz obzorni boshlaylik. Komplektida shuncha komfort bor, narxi $1000 dan arzon bo'lgan va qo'shimchasiga 7 ta elementi bor yangi spalni garniturimizni obzorni ko'rib chiqamiz. Komplektga kiradi 6 eshikli shkafi, kravati, 2 ta tumbasi va ayollarimiz uchun eng kerakli bo'lgan make-up zonasi. Xonani yorug'ligi kam bo'ladigan bo'lsa, podsvetka qo'yilgan, cho'l rangda yonadi. Va alohida foydalanishga mana shunday chiroyli pufik ham mavjud. Safasi ham ochiladi. Ichlar mana shunday keng, akkuratli qilib ishlangan. Kravatimizni bosh qismi mana shunday oval ko'rinishda ishlangan. Materiallari mo'shi, kechqurun foydalanishga bira qo'yib berganmiz. Chuqur rangda yonadi. Tumbalarning usti oyna, pastki qismi bitta tortma qilib ishlangan. Shkafimiz 6 eshikdan iborat, o'rta qismlari mana shunday keng, akkuratli polka qilib ishlangan. Seflar ham mavjud. Shkafimizni bu tomoni o'zko'y tomoq hisoblanib, tepaga alohida kalta kiyimlar uchun veshilka, pastki qismlarida 6 ta veshilka qo'yilgan, shim so'shilka qilib foydalansa bo'ladi. Bu tomonda esa juda ham keng, akkuratli qilib ishlangan uzun kiyimlar uchun ayollarimiz uchun tepaga, pastga alohida polka ham ustunovka qilingan.